Qadrdonlar o'zinglar ko'rdinglar, eshitdinglar menimcha bu narsa hozir internetda to'lib yotibdi. Mana tojikistonlik 10 yoshli Qobiljon bilan bo'lgan voqeani, to'g'risi videosini ko'rgani ko'nglim bo'lmadi, rasmini ko'rdim. Oq ko'ynakda mana qilib yig'lab orqaga qarab qochib turgan shu vaziyatdagi rasm bor ekan. Endi xayolida nima o'tgan u bechora bolani, hali hayotda hech narsani ko'rmagan begunoh bola. Onasi ham farrosh ekan, o'zi hayotda hech qanaqa haqiqati yo'qdi. O'zi onasi farrosh ekan, otasi yo'q ekan. Shu bolam ertalab tursin, mana shu ko'ynaklarini dazmol qilib, chiroyli qilib qonini to'qlab maktabga jo'natib yuboray desa, russkaya svinya, narsiss, genotsidnik kelib mana shunaqa qilib pichoqlab kelsa, qo'pol qilib aytsa, hayvonlarga ham odamning rahmi keladi. Misol bo'g'izlasa, u bilan yosh bolani bo'g'izlayapti, tvar konchini bilan. O'zi bilasizlar, Rossiyada mana shu ruslarning ichida juda ham ko'p mana shunaqa narsistlar, nerusskiy, churka, ko'ziga qo'lini tiqib olsang pidarazlar. O'zbekistonda ham ichida mana shunaqa tiqilib yotibdi. Men o'zim o'ptimdan bilaman. Shu o'zbekcha gapirsam mana qilib qaraydiganlar, ruscha gapir deydiganlar, o'zlaricha moda qilishib olgan bu narsani. Tojikistonlik akalar birgamiz hech qanaqa bir propaganda, provokatsiyaga uchmaylar, hamma narsaga xudo bor, hech qanaqa samasud qilmaylar, hamma narsani vaqtga qo'yib qo'yinglar. Bir narsani qo'shimcha qilib aytaman, Rossiyada o'zim ham 2 marta bo'lganman. Rossiyaga borganki odam biladi, narsistlar tiqilib yotibdi bu yerda. Hozir simvoli ko'payyapti, sababi internetda propaganda kuchli bo'lyapti. Ruskaya община degan narsa millatchilik juda ham kuchaytiryapti. To'g'ri gapirish oson, lekin o'zimiz mana shunaqa farzandlarimizni xavfga qo'ygandan ko'ra o'zimizning mamlakatga borib rizqimizni tergan yaxshi. Rizq hamma yoqda topiladi. Xudo bergan har bir insonning rizqi bilan. Keyin O'zbekistonda akalar rus tili bu zamonaviylik yoki oliy tabaqali emas. O'zingizlarni hurmatinglar, bilinglar. Tupurganim bor, shu rus tiliga ham, rusiga ham onasini emsa, qayerda bo'lmasin. O'zingizlarni birinchi o'rinda hurmatinglar, bilinglar. Mashinada turinglar, любойni yonida jalab.